akalar shunaqa chiroyli tayyor xonadonga keldi, to'ylarni qilib 2-3 xo'jalik yashashga sharoitlari bo'lgan ushbu xonadonimizni tanishtirib o'tamiz. Akalar, bir chekkadan tanishtiradigan bo'lsa, bizning asosiy darvozamizda kirib kelganimizda keng katta navisimiz bemalol 2-3 mashinamiz sig'adi. Oyoqlarni tagida chiroyli kafel holatda, so'killarga sifatli toshlar terilgan, devorlar oppoq, eng oxirgi uslubdagi travertinlarni chaqlab, laklab ham qo'yilibdi. Akalar, kirib kelganimizda o'ng tomonda bizda bitta katta mehmonxona hisobidagi zalimiz bor. Ichki holatlar, отделкалari, vashi idealniy holatda. Akalar, kelib ko'rsangiz o'zingiz tushunasizlar. Sarf xarajatga pulni ayalmagan. Akalar, uy ichida bitta mehmonlarimiz uchun alohida spalniy xonamiz ham bor ekan. Ichida sana o'zlari bilan uylarimizdagi to'laligicha podval, ikki tomondan tushxo'ti hamda ikkinchi etajga chiqib borganimizda keng chiroyli katta oyvanimiz joylashtirilgan. Umumiy yana tashqi hojatxonamiz, sanuzilimiz joylashgan podval qismimizda. Bizni ko'rib turibsizlar, chiroyli katta gulxonalar bilan hovlimizda sahnasi. Chiroyli oyvon tashkillashtirilgan. Ro'parada bizning zalimiz bor, katta uzundan uzun chiroyli zalimiz ekan. Akalar, bu yerdan bizning asosiy uylarimizga kottej tipidagi ikki etajli qurib bitkazilgan uyimiz. Uyimiz 100% bitgan holatda bir qator chiroyli tozalab qilib, maza qilib yashab bersani bo'ldi. Akalar, kirib borganimizda hol qismimiz ikkinchi etaj hamda uylarimiz tagi to'laligicha podvalligini hisobiga podvalimizga ham uy ichidan kirib borish xo'tlari bor. Akalar, hop, ikkinchi etajga chiqib borish yo'lagi hamda o'ng tomonda, chap tomonda bittadan ikkita katta xona tashkillashtirilgan. O'ng tomonda ichida sanuzlar bilan uy ichi holatlari, aboylan sifatli yaxshisini, pol patologlargacha hammasini 100% bitkazib qo'ygan. Ikkinchi etajga chiqib borganimizda ham ikkita xonamiz tashkillashtirilgan hamda terasamizga chiqish yo'lagimiz, akalar, chiroyli ikkita spalniy joylashtirilgan teva qismida ham. Orqa hovliga chiqish yo'lagimiz bor. Orqa hovlida tandir o'choq hamda chiroyli kotelniy xonamiz. Xo'p, ko'rib turibsizlar, juda ham sifatli, pullar ayalmagan, ko'rilib turgan barcha parda, gilam, ariston, konditsioner, hamma jihozlar o'z o'rnida qoladi. Akalar, pullar ayamasa sarf qilingan. Bu joyimizning narxini avval egalari 240 mingga bo'lsa sotaman degan edilar. Hozir bizning obunachilar uchun 198 mingga rozi bo'lib turibdilar. Akalar, bosamiz. Lokatsiyasi Namangan shahar suv xo'jaligi, shundoqqina kanaldan o'tiboq ko'chaning ichiga 40 metrlik ko'cha deydi, hamma bilgan, keng katta ko'chaning ichiga kirib borganimiz taxminan 300 metr ichkalikda. Telegram kanalda aniq qilib tashlaymiz, bemalol o'tib qiynalmay topib kelishinglar mumkin. Akalar, maksimalni bosyapmiz, do'stlarimizga yuborib, shunaqa katta chiroyli hovli qidirgan aka-ukalarimiz bo'lsa tashlab qo'ysa, ular uchun manfaatli bo'ladi. Kommentariy yaxshi fikrlardan berib, a'zolikni bosib yuboramiz. Akalar, shunaqa chiroyli hovli qidirgan akalar bizga nasib qilsin degan bo'lsa, kommentariy yaxshi fikrlardan berib ketasizlar. Akalar, bosamiz.